Hozir sizlar bilan bu yana bitta narsani gaplashamiz. Ya'ni bu 65 kunlik marafonim haqida, haqiqatlar haqida gaplashamiz desak ham bo'ladi. Bilasizlar, men shu paytgacha katta marafonlar tashkil qilganman va ichida sovg'a qo'yganim ham yoki faqat ozdirganlarim ham bo'lgan. Endi 27-martdan bizda eng katta sovg'ali marafon boshlanadi va shu marafonda 65 kun davomida qatnashgan, men aytganimda joy-joyda qilib zo'r rezultat guruhda ko'rsatib bergan ayollarni birinchi o'rniga Cobalt'ni tayyorlab qo'ydim. Cobalt sotib oldim, stoyankamda turibdi. Endi ikkinchi o'ringa Umra yo'llanmasi, uchinchi o'ringa 3 million pul va qolgan o'rinlarga esa yana pul mukofoti bor. Bu siz kursga to'lov qilganingizdan tashqari hadyalar bo'ladi. Undan tashqari kursda qatnashgan har bitta ishtirokchiga so'nggi yakunda esdalik sovg'alar ham beriladi. Ya'ni faqat sizlar ozib qolmaysizlar, balkim qatnashganingiz uchun ham hadyalar olasizlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu kursda kimlar yutish imkoniyatiga ega? Bu haqida ham gaplashamiz. Agar sizlar bu kursga qatnashaman deysizlar, faqat yutish imkoniyatini qanday oshirsam bo'ladi desangiz, bitta narsani biling. Aldov bilan boshlangan narsa hech qachon xayrli bo'lmaydi, yaxshilikka ishlamaydi. Shu uchun birinchi o'rinda chestnilik. Agar siz chestnilik bilan boshlab, men aytganim joy-joyda qilishni ko'rsatayotgan bo'lsangiz, bo'ldi, yutish imkoniyati sizda 100% oshadi. Chunki aldayotganlarni bittada bilib qolaman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'zingiz uchun vaqt ajrating. 65 kunlik bu juda ham qisqa muddat, lekin agar siz mana shu 2 oydan salgina ko'proq o'zingiz uchun faqat ajratsangiz, hozir havo issiqligini hisobga olsangiz, ham sportingizni olib borsangiz, ham ovqatlaringizni to'g'irlasangiz, ham psixologiyangizni to'g'irlasangiz, juda ham zo'r rezultat sizda bo'ladi. Men aytaman, kamida 10 kilodan 25 kilogacha ozasiz. Uchinchisi, qizlarjoylar, darslarni vaqtida eshitib borishingiz bu juda ham muhim, chunki siz nima uchun ozayotganingizni, tanangizda yog' hisobiga ozyapsizmi, mushak hisobiga ozyapsizmi, bularni har bittasini bilishingiz, qayta semirmaslik uchun nimalar qilish kerak, qachon qayta semirish mumkin, vaznni ushlab qolish uchun nimalar qilish kerak, bu haqida ham kurs ichida ma'lumot berilgani uchun siz darslarni vaqtida eshitib borishingiz kerak. Nafaqat meni darslarim, balki mendan tashqari 10 ga yaqin ekspertlar dars o'tishadi va bularning hammasi mana shu kurs ichida bo'ladi. Siz ozdirasiz, aynan sehrli palichkangiz bor deb o'ylab qo'shilayotgan bo'lsalaringiz, umuman bu narsa ishlamaydi. Chunki men o'zishni bitta narsaga o'xshataman. Misol uchun qirg'oqda qayiq bor, qayiqni esa ikkita eshkagi bor. Mana shu eshkakni siz ikkinchi qirg'oqqacha ikkalasini baravar eshib borishingiz kerak. Faqat bitta eshkakni eshsangiz u harakat bo'lmaydi sizda. Ikkinchi eshkakni harakat qildirsangiz, birinchisi harakatda bo'lmasa, joyingizda aylanib qolaverasiz. Ozish ham xuddi shunaqa. Agar siz ustoz deb tanlayotgan bo'lsangiz, motivatsiya uchun, Cobalt uchun ozmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda o'zingizni tayyorlang. Chunki men sizni ozdirishga tayyorman, sizchi? Siz o'zingiz olishga tayyormisiz? Ha, men tayyorman desangiz, agar bu marafon aynan siz uchun. Hozir detoxlar, qimmat kurslarni effekt beradimi, yo'qmi? Juda ham nima deydi, effekti yo'q bo'lgan kurslarni sotayotgan bir paytda men ham effekt beradigan, ham sovg'a beradigan marafon tashkil qilaman. Bunaqasi menimcha umuman bo'lmaydi. 65 kunlik marafonimiz 449 ming narxda. 65 kunga bo'lib olsangiz, kuniga menimcha 5 ming yoki 6 mingdan ham tushmaydi, lekin sog'ligingiz uchun bu eng zo'r investitsiya bo'ladi. Chunki aynan shu marafonimda kamida qimmadim deganda 5 kilo ozgan, ko'pi bilan qizlar 25 kilo, 30 kilogacha vazn tashlagan ayollar bo'lgan. 2 oylik kurslarni aytibman. Sizlar ham shu ayollar qatorida bo'lishlaringiz mumkin. Sog'ligingiz uchun bu xuddi tekinga o'xshaydi, lekin bilaman, hozir iqtisodiy sharoit hisobga olsak, O'zbekistonda baribir hammamiz o'rta hol yashaydigan oilalarimizdek, lekin o'ylang, arzon narsa yo'q. Bitta ko'ylagingiz ham 200 ming, 300 ming turadi. Mayli bitta ko'ylak kamroq kiyarsiz, mayli ozroq noto'g'ri ovqatlanishi kamroq hayotingizga kirgizar ekansiz, lekin bilim olasiz. Bu bilim sizga ertaga qaytadi. Sog'ligingizni tiklaysiz, kelgusida bo'lgan kasalliklarni oldini olasiz. Undan tashqari qizlarjoylar butun umrlik bilimlarga ega bo'lasiz va sovg'alarga ega bo'lasiz. Mana nechta xonadonni xursand qilib umralar berdik, pul mukofotlari berdik, esdalik hadyalar, mashinalar berdik. Bu hammasi aynan do'mboq ayollarni ozishi uchun motivatsiya. Agar siz qatnashmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda Telegram lichkalarimni qoldirdim. Bemalol kechirasizlar. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Kursni har kuni aytib, miyalaringizni qoqmoqchi emasman. Chunki o'zi Telegramda 2000 dan ko'proq xabar bor. Bu kursga qatnashni istaganlar, lekin ikkilanmasdan bo'ldi, siz bilan ozaman deganlar juda ham kam. Aynan kam bo'lsa ham, lekin sifatli ayollar bo'lsin deb men sizni kursga taklif qilaman.